Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea va hodisalar sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. Kimlardir sovuq chodirlarda, yana kimlardir vayron qilingan ko'chalarda yordam kutmoqda. Bir hovuch guruch va birozgina yog' hamda birodarlik mehri bilan tayyorlangan bir qozon ovqat ular uchun naqadar muhim ekanligini bilsangiz edi. Biz Imom Buxoriy vaqfi sifatida 2 yildan ortiq vaqt davomida saxovatli O'rta Osiyo xalqidan kelgan yordamlar bilan G'azoda urushdan jabr ko'rgan insonlarga kundalik issiq ovqat, toza ichimlik suvlari yetkazib berish, uysiz qolganlarga chodirlar tiklash, yetimlarga kafillik qilish, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari tarqatish, shuningdek Afg'oniston, Afrika, Yaman, Suriya hamda Bangladeshda o'nlab kilometrlab masofalardan suv tashib keladigan qishloqlarga quduqlar qazib berish, masjidlar qurish, qurbonliklarni so'yib muhtojlarga tarqatish kabi yuzlab xayrli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bunday sharafli ishlarda faqat siz kamlik qilyapsiz. Sizning yordamingiz bilan ularning dasturxoni yanada barakali bo'ladi. Siz ham mazlum xalqlar uchun yo'lga chiqqan yaxshilik karvonimizga qo'shiling. Shukran likulli man sa'a fil khair. Butun dunyo nigohi qaratilgan G'azoda bosqinchi Isroil hujumlari natijasida halok bo'lganlar soni rasmiy manbalarda 60 mingdan oshgani haqida aytilayotgan bo'lsa-da, haqiqiy raqamlar 100 mingdan oshganini ko'rsatmoqda. Germaniyada joylashgan Max Planck demografik tadqiqotlar instituti tadqiqot guruhining hisob-kitoblariga ko'ra, Isroilning 2 yildan ortiq davom etgan genotsidida kamida 100 ming kishi halok bo'lgan. Biz hech qachon aniq o'lim sonini bilmaymiz. Biz shunchaki real son qancha bo'lishi mumkinligini iloji boricha aniqroq baholashga harakat qilmoqdamiz, dedi loyiha rahbarlaridan biri Irina Chen. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, G'azoda 99997 dan 125915 gacha odam halok bo'lgan. Tadqiqotchilarning o'rtacha taxmini 112069 kishini tashkil qiladi. G'azoda joylashgan Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlaridan tashqari, tadqiqotchilar mustaqil so'rov o'tkazdilar va ijtimoiy tarmoqlardagi o'lim haqidagi xabarlardan foydalandilar. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqadagi o'lim soni 69756 tani tashkil qiladi. Biroq bu raqamlar hali ham bedarak yo'qolgan deb qidirilayotgan taxminan 10 ming kishini o'z ichiga olmaydi. Tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, Falastin Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlari haqiqiy o'lim sonini kam baholaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi faqat tasdiqlangan o'limlarni, masalan, kasalxonadan o'lim to'g'risidagi guvohnoma olganlarni o'z ichiga oladi. Genotsid paytida ko'plab kasalxonalar faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganligi sababli vazirlik qarindoshlaridan o'lim haqidagi xabarnomalardan ham foydalanadi. Shundan so'ng komissiya ma'lumotni tekshiradi. Biroq bombardimon qilingan binolar vayronalari ostida qolib ketgan qurbonlar ko'pincha qayd etilmaydi. Max Planck jamoasi o'z tadqiqotlarini avvalgi topilmalarga asoslanib, batafsil o'lim bo'yicha hisob-kitoblarni hisoblab chiqdi. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, urushda halok bo'lganlarning taxminan 27% 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va taxminan 24% ayollardir. Tadqiqotchilar shuningdek urushning G'azodagi umr ko'rish davomiyligiga ta'sirini hisoblab chiqdilar. Urushdan oldin bu o'rtacha umr ko'rish davomiyligi ayollar uchun 77 yosh va erkaklar uchun 74 yoshni tashkil etgan. Demograflarning fikriga ko'ra 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich ayollar uchun 46 yoshga va erkaklar uchun 36 yoshga tushdi. Trampning Eronga qarshi harakati kelasi yil bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati shioriga shubha tug'dirmoqda. AQShning Eron futbol federatsiyasi a'zolariga qisman vizalar berilishiga to'sqinlik qilishi xorijiy ommaviy axborot vositalarida jahon chempionati ruhi haqida xavotirlarni kuchaytirdi. Fars axborot agentligi sport muxbirlarining so'zlariga ko'ra, Donald Tramp ma'muriyatining 2026-yilgi jahon chempionati qur'a tashlash marosimi uchun Eron delegatsiyasiga to'liq vizalar bermagan qarshi harakatlari Gol veb-sayti tomonidan siyosiy o'yin deb baholandi va FIFAni darhol vaziyatga aralashishga chaqirdi. FIFA qoidalariga ko'ra jahon chempionati
chempionatiga mezbonlik qiluvchi mamlakat delegatsiya a'zolari yoki ishtirokchi jamoalarga vizalarni rad etish huquqiga ega emas. O'tgan seshanba kuni Eron futbol federatsiyasi vakili Amir Mehdi Alaviy AQSh Eron delegatsiyasining atiga 4 a'zosiga viza berganini, federatsiya rahbari Mehdi Taj va milliy terma jamoa menejeri Nabi esa viza ololmaganini e'lon qildi. Endi Goal veb-sayti FIFA homiyligida faoliyat yurituvchi Eron futbol federatsiyasi prezidenti va Osiyo futbol konfederatsiyasi vitse-prezidentiga viza bermaslik Trampning migrantlarga qarshi kun tartibiga mos keladigan siyosiy harakat ekanligini yozmoqda. Sport Business Journal Eron futbol delegatsiyasi a'zolariga viza bermaslik tashvishli signal bo'lganini va AQSh davlat departamenti hech qanday sabab keltirmasdan va maxfiylikka asoslanib FIFAning jahon chempionati barcha uchun shiorini shubha ostiga qo'yganini ta'kidlamoqda. Ma'lumki, sport butun dunyoda tinchlik elchisi sifatida hamda siyosatdan xoli yo'nalish sifatida talqin qilinadi. Ammo AQSh hamda uning g'arbdagi sheriklari aralashuv bilan bu qadriyat allaqachon o'z prinsiplarini yo'qotib bo'lgan. Birgina Rossiya hamda Isroil misolida bu holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, G'arbning bu ikki bosqinchi mamlakatga ikki xil yondashuv, ikki xil harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan beri FIFA hamda UEFA bayroqlari ostidagi har qanday xalqaro musobaqalardan chetlatilgan bir vaqtda G'azoda 100 minglab tinch aholi, xususan ayollar va yosh bolalarni qirib kelayotgan bosqinchi Isroil jamoalari hamon musobaqalarda bemalol qatnashib kelmoqda. Bu holatni faqat futbol, balki boshqa sport turlarida, shuningdek Olimpiada dasturiga kiruvchi turli musobaqalarda ham ko'rishimiz mumkin. Rossiya AQShning azaliy raqibi, Isroil esa uning arzandasi ekanligi hech kimga sir emas. Endi Tramp boshchiligidagi Isroilparast hukumat o'zining yana bir dushmani Eronga ham sport musobaqasi orqali ta'sir o'tkazmoqchi bo'lmoqda. Mobil globallashuv davrida yashayapmiz. Soniya sari o'zgarayotgan hayot tarzi albatta bugungi davr texnologiyalariga chambarchas bog'liq. Ayni damda butun insoniyatning maslakdoshi kezi kelganda virtual do'stiga aylangan ijtimoiy tarmoqlar millionlab ko'zlarni o'ziga qaratgan. Bugun ko'cha, maktab va oliy o'quv yurtlari, jamoat transportlari, bozorlarda, umuman insoniyat qayerda gavjum bo'lsa, ana o'sha yerda odamlar qimmatli vaqtini Instagram, TikTok va boshqa platformalardagi kontentlarni tomosha qilishga sarflayotganiga ko'zimiz tushadi. Bu ayniqsa yoshlar, xususan voyaga yetmaganlar o'rtasida salbiy illatga aylanib borayotgan holatlardan biri hisoblanadi. Britaniya Sog'liqni saqlash tashkiloti mutasaddilari 14 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 1,5 mingga yaqin yoshlar orasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazdi. Natijada muntazam ijtimoiy tarmoqlarga kiradiganlar orasida depressiya va agressiv kayfiyat yuqori ekanligi aniqlandi. O'smirlar orasida TikTok, Instagramga kiruvchilar doimiy charchoq va uyqusizlik dardidan shikoyat qilgan. Ijtimoiy platformalarning eng salbiy ta'siri xudbinlik xarakterini uyg'otishidir. Do'stingiz yoki hamkasbingizning sahifasini kuzatib, undagi zo'r sharoitlarni o'zingiz bilan taqqoslaysiz va o'z-o'zidan sizda nimaga unda bori menda yo'q degan savolni paydo qiladi. Eng yomoni insonning o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar hayotdagidan ko'ra dadilroq, mulozamatsiz va hatto shafqatsizroq. Ikki shaxs ko'z-ko'zga tushganda ayta olmaydigan gaplarini internetda bemalol aytadi. Real hayotdagi xulq bilan parallel ravishda ijtimoiy tarmoqlarda o'zgacha, o'ziga xos odob shakllanmoqda. Bu esa o'z navbatida real hayotdagi odamlar bilan muloqotda muammolarni keltirib chiqarmoqda. Eng achinarlisi ko'plab yoshlarning instablogerlarga havas taqlid qilishidir. Ularning fikri faqat tezroq mashhur bo'lish, obunachi ko'paytirish, reklama narxlarini yozib shundan daromad qilish, maishat, qimmatbaho mashina, hashamatli uylar, mashaqqatsiz harakat ortidagi yengil-yelpi hayot odamlar ongida yomon taassurotlar bilan eslanishni xohlayotganlarning tobora ko'payotgani achinarli holatdir. Ahamiyatlisi bu muammo nafaqat bizda, balki butun dunyoda muammoga aylanib borayotgan holat sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa o'z navbatida bir necha davlatlarda vaziyatga hukumat darajasida aralashishga ham olib keldi. Jumladan Malayziya hukumati 2026-yildan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlamoqchi. Shu tariqa Malayziya bolalarning xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar tufayli raqamli platformalardan foydalanishni cheklashga qaror qilgan mamlakatlar ro'yxatiga qo'shiladi. Rejalashtirilgan cheklovlar haqida 23-noyabr kuni mamlakat aloqa vaziri Fahmi Fazil ma'lum qildi. Malayziya bungacha ushbu tashabbusni amalda qo'llagan Avstraliya, Daniya kabi mamlakatlardan ijtimoiy tarmoqlarda yosh cheklovlarini joriy
etish mexanizmlarini o'rganmoqda. Avvalo cheklovlar yoshlarni onlayn tahdidlardan qo'rqitish, moliyaviy firibgarlik va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik kabilardan himoya qilish zarurati bilan izohlanmoqda. Cheklovlarga rioya etilishini nazorat qilish mexanizmlari yaqin oylarda jamoatchilik va operatorlar bilan muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu orada Yevroparlament ham ijtimoiy tarmoqlarga kirish uchun minimal yoshni 16 yosh etib belgilash to'g'risidagi rezolyutsiyani ma'qulladi. Yevroparlament 483 ovoz bilan qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiyada 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning onlayn platformalar, video almashish saytlariga ota-ona roziligisiz kirishini taqiqlash, 13 yoshgacha bo'lganlar uchun to'liq taqiq joriy etish taklif qilindi. Deputatlar yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish sabab kuchayib borayotgan ruhiy salomatlik muammolariga e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, rezolyutsiyada real pulga yutib olish yoki sotib olish mumkin bo'lgan virtual buyumlar va voyaga yetmaganlar uchun jalb qilish asosida tavsiyalar algoritmlarini taqiqlash talab qilingan. Dunyoning turli davlatlarida ijtimoiy tarmoqlarning o'sib borayotgan yosh avlodga salbiy ta'sirlarini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'zimizda ham qo'llashimiz maqsadga muvofiqdir. Tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda tanaffus qilgan yoshi kattalarda ruhiy holatning yaxshilanganini ko'rsatmoqda. Kattalarga nisbatan ta'sirchan yoshlar uchun esa bu yanada foydaliroq samara berishi shubhasiz. Markaziy Osiyodagi hukumatlar orasida ayollarning islomiy kiyimlari va musulmonlarning soqollari uzoq vaqtdan beri diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Chunki bu hukumatlar ayniqsa yoshlar orasida islomning ortib borayotgan ta'siridan xavotirda. Xususan Qirg'izistonda niqob taqqan muslima ayollarga bosimlar davom etmoqda. Qirg'izistonda ekstremist nomi ostidagi operatsiya doirasida niqob kiygan 28 ayol jarimaga tortildi. Politsiya O'sh viloyatida yuzni aniqlashga imkon bermaydigan jamoat joylarida kiyim kiyishni taqiqlovchi qonunga muvofiq reyd o'tkazdi. Bayonnomalar tuzildi va hibsga olinganlarning barchasiga 20 ming so'm, ya'ni taxminan $250 miqdorida jarima solindi. Ushbu operatsiya 2025-yil aprel oyida boshlangan muntazam chora-tadbirlar seriyasining bir qismidir. Avvalgi reydlarda O'shda 2 kun davomida taxminan 300 ayol to'xtatilgan va ogohlantirilgan edi. Sentyabr va oktyabr oylarida esa yana 22 ayol jarimaga tortilgan va 140 nafar ayol ogohlantirilgan. Reydlarning huquqiy asosi prezident Sadir Japarov tomonidan 2025-yil yanvar oyida imzolangan va 1-fevraldan kuchga kirgan din erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlardir. Qonun jamoat joylarida, davlat binolarida va jamoat transportlarida yuzni to'liq yashiradigan kiyim kiyishni taqiqlaydi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi qonunni qo'llab-quvvatladi va niqob qirg'iz jamiyatiga begona ekanligini va shariat qonunlariga ko'ra majburiy emasligini da'vo qilib chiqdi. Prezident Japarov an'anaviy ravishda qirg'iz ayollari burqa kiymaganligini ta'kidladi. Ammo bugungi kunda Qirg'iziston bo'ylab an'anaviy kiyim kiygan ayollarni uchratish qiyin. Hijob kiymaydigan xotin-qizlarning asosiy qismi g'arb modalari asosida kiyinishni afzal ko'radilar. Bu esa ko'plab muslimalarda hukumatning adolatsiz yondashuvlariga nisbatan savollar uyg'otmoqda. Ayrim manbalar nafaqat Qirg'izistonda, balki O'rta Osiyo mamlakatlarida kuzatilayotgan musulmonlarga nisbatan bu kabi bosimlarning ortishi bu davlatlarga katta qarz berayotgan Xitoy talablariga borib taqalishini aytishmoqda. Qirg'iziston muftiyati tomonidan mamlakatdagi barcha masjid imomlariga yuborilgan SMSlar esa musulmonlarni yanada sergak tortishga sabab bo'ldi. Ushbu SMSda imomlardan o'z hududlaridagi Qur'onni 30 pora yod olgan o'g'il-qizlarning ismi, turar manzili hamda WhatsApp raqamlarini topshirish so'ralgan. So'nggi yillarda Sadir Japarov boshchiligidagi hukumat ko'plab masalalarda O'zbekistondan andoza olayotganini inobatga olsak, bu so'rovning yaxshilikka ekanligiga shubhalar bor. Vaziyat yaqin orada yanada oydinlashishi kutilmoqda. Rossiyaga migratsiya oqimi 9 oy ichida 1 millionga kamaydi. FSB chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2025-yilning dastlabki 3 choragida Rossiyaga kiruvchi chet elliklar soni 1 millionga kamaydi. Eng ko'p tashrif buyuruvchilar Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lib qolmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ta'kidlaganidek, bu pasayish immigratsiya qonunchiligining kuchayishi bilan bog'liq. Ya'ni nazorat ostidagi shaxslarning ommaviy reyestri joriy etilgani, noqonuniy migratsiyani tashkil qilganlik uchun jazo choralari kuchaytirilgani, deportatsiya tartiblari soddalashtirilgani yuqoridagi
miqdoridagi pasayishlarga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga kiruvchi sayyohlar oqimi ham 6% dan ko'proqqa kamaydi. Bunga sabablar orasida aviachiptalarning qimmatligi, transportdagi qiyinchiliklar, chet elliklar uchun qulay to'lov xizmatlarining yo'qligi va sim kartalarning yetishmasligi ham bor. Migrantlar oqimini kamaytirgan yana bir jiddiy holat esa shubhasiz muhojirlarni turli yo'llar bilan Ukrainaga qarshi urush maydonlariga jalb qilinishi bo'lmoqda. Katta pul mablag'lari Rossiya pasporti va boshqa imtiyozlarga uchib, ixtiyoriy ravishda Rossiya armiyasi safiga qo'shilayotgan muhojirlardan tashqari turli bahonalar bilan hibsga olingan migrantlarni majburan frontga yuborish holatlari ham ko'p bor qayd etilgan. Endi bo'lsa Rossiyada urushga jalb qilishning yangicha usuli paydo bo'lgani aytilmoqda. Rossiyaning ayrim hududlarida mehnat muhojirlarni urushga tortishning yangi usuli paydo bo'ldi. Rostov shahrida ishlab kelayotgan yurtdoshlarimizdan birining ma'lum qilishicha, patent olish jarayonida muhojirlardan yashirin tarzda harbiy kontrakt bilan bog'liq hujjatlarga imzo qo'ydirilayotgani ma'lum bo'ldi. Shunday ekan, Rossiyada mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizni hushyorlikka chaqiramiz. Pokiston bozorlari Afg'oniston bilan chegaraning uzoq vaqt davomida yopilishi tufayli inqirozga yuz tutmoqda. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara punktlarining 45 kunlik yopilishi Pokiston bozorlarida keskin inqirozni keltirib chiqardi. Mahalliy savdogarlar Islomobodning iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatilmagani haqidagi kafolatlarni rad etmoqdalar. Peshawar yangi meva va sabzavot savdogarlari assotsiatsiyasi prezidenti Muhammad Rahim bozorlar to'liq tartibsiz holatda ekanligini xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, pomidor narxi 5 kilogramm uchun 350 dan 1200 rupiygacha ko'tarilgan va ba'zi tez buziladigan mahsulotlar savdo peshtaxtalari yo'qolgan. Balujiston axborot vaziri Jan Achakzay kabi Pokiston rasmiylari Torxan va Chaman o'tish joylarining yopilishi ichki bozorlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini da'vo qilmoqdalar. Ularning ta'kidlashicha, Pokiston kutishi mumkin, Afg'oniston esa allaqachon un narxini ko'tarilishini va neft narxining 2 barobar oshishini kuzatmoqda. Aslida esa Xaybar Paxtunxva va Balujistondagi terminallarda minglab konteynerlar qotib qolgan. Kunlik yo'qotishlar millionlab dollarlarga yetmoqda. Peshawar fermerlari uchun asosiy daromad manbai bo'lgan Afg'oniston parranda va sut mahsulotlari eksporti keskin pasayib ketdi. Afg'oniston Savdo-sanoat palatasining ma'lumotlariga ko'ra, oylik yo'qotishlar 200 million dollardan oshadi. Un, shakar va yoqilg'i zaxiralari kamayib bormoqda. Va Afg'oniston Islom Amirligi importni Eron va Chabahar porti orqali qayta yo'naltirmoqda. Bu mintaqaning savdo manzarasini o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadam sifatida baholanmoqda. Vaziyatdan chiqish yo'llarini axtarayotgan Afg'oniston poytaxti Qobulda 17-23 noyabr kunlari bo'lib o'tgan 4-Imom Abu Hanifa milliy va xalqaro ko'rgazmasi doirasida atigi 7 kun ichida 700 million dollarlik savdo va investitsiya shartnomalari imzolandi. Bundan tashqari Pokiston bilan bog'liq savdo qaramligini chetlab o'tish uchun Eron hamda Hindiston portlaridan foydalanish bo'yicha kelishuvlarga erishgan Afg'oniston Islom Amirligi ma'muriyati farmatsevtika yo'nalishida Hindistonning Zydus Life Sciences kompaniyasi bilan dori-darmon yetkazib berish va keyinchalik ularni Afg'onistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Ushbu shartnoma yaqinda Afg'oniston sanoat va savdo vazirining Hindistonga tashrifi ortidan tuzildi. Hindiston kompaniyasi dastlab dori-darmonlarni Afg'onistonga eksport qiladi, keyinchalik o'z vakolatxonasini mamlakatga ko'chiradi hamda mahalliy ishlab chiqarishni boshlaydi. Shu orqali Afg'oniston Pokistondan dori-darmon sotib olishni to'xtatishni maqsad qilgan. Keng muhokamalarga sabab bo'lgan Toshkent havosining ifloslanishi bilan bog'liq vaziyatni yumshatish borasida hokimiyat hamda ekologiya bo'yicha mutasaddi organlar tomonidan poytaxt va uning atrofida ekologik reydlar amalga oshirildi. Reydlar doirasida ekologik talablarni buzgan ishlab chiqarish korxonalari, issiqxonalar aniqlanib, ularning faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Shuningdek, jarimaga tortildi. Bundan tashqari Toshkentda bir kun ichida 890 ta qurilish obyektining ishi to'xtatildi. Olib borilgan tadbirlar natijasida Toshkent havosi biroz tozalandi, ammo hamon zararli bo'lib qolmoqda. IQ Air portaliga ko'ra, poytaxt havosida PM2.5 zarrachalari miqdori me'yoridan 12,7 barobar oshib ketgan. Shu bois aholining toza havo olishiga oz bo'lsa-da hissa qo'shayotgan havo tozalash uskunalari uchun joriy etilgan 20% bojxona solig'i olib tashlandi. Bu haqda prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Shunga qaramay, aholi tomonidan talab ortib borayotgan havo filtrlash moslamalarining narxi ayrim noinsof tadbirkorlarimiz tomonidan sun'iy ravishda oshirilganiga guvoh bo'lmoqdamiz.
Bir hafta oldin poytaxtning Malika bozorida $150 sotilgan havo tozalagichlar talab ortishi ortidan birdaniga $250 ko'tarildi. Ming afsuski, birovning boshiga kelgan tashvishdan foyda ko'zlovchi olg'ir tadbirkorlarimiz o'zlarining bu jirkanch ishlaridan hech ham voz kecha olmayaptilar. Elektr bilan muammo yuzaga kelsa, shamlarning, Ramazon oyida oziq-ovqatlarning, Qurbon hayiti arafasida mol qo'ylarning narxi sun'iy ko'tarilib ketadi. Axir narxlar sun'iy ko'tarilmasa, undan begonalar emas, o'z millatdoshlarimiz, o'z yurtdoshlarimiz foyda ko'rishadi-ku. Havo tozalagichlar va tabiiy xonada o'sadigan kislorod chiqarish funksiyasiga ega bo'lgan gullarning narxi 15-20% gacha qimmatlab ketgan. Biz nimaga shunaqa xalqmiz, o'rtoqlar? Musibat paytida soqqa qilish haqida o'ylaymiz. Vaholanki aksincha bo'lish kerak, chunki bugun shu kunlarda havo tozalagichlarini yoki gullarni savdosi avjida. Bunaqa paytda narxni aslida 5-10% gacha arzonlatsa ham savdogar yutqizmaydigan joyi. Davlat ham havo tozalagichlarga talab keskin ortganidan kelib chiqib, bojlarni bekor qildi. Maqsad narxni tushirish, odamlarga yengillik yaratish. Lekin qarab turasiz, savdogarlar mana shu qurilmalarning savdosi bilan shug'ullanadiganlarning aksariyati narxni tushirmaydi. Havo changligi davom etaverar ekan, bu qurilmani narxi tushmasligining ehtimoli juda ham yuqori. Biz nega shunaqa xalqmiz? To'g'ri, endi puli bor odamlarga bu sezilmaydi, lekin bunaqa qurilmaga ortiqcha xarajat qila olmaydigan, lekin oilasida ota-onasimi, farzandimi, nafas yo'li kasalliklardan aziyat chekadigan insonlar atrofimizda juda ham ko'p. Ularga anchagina og'ir bo'ladi. Biz shulardan kelib chiqqan holda ham narxlarni arzonlatishimiz kerak emasmi aslida? Xayrulla Hamidovning ta'biri bilan aytganda, g'alati el bu, g'alati el. Gazini bosinglar, soqqani qilish kerak, odamgarchilik muhim emas. G'alati elat bu. G'alati el bu. Niyati bo'lakcha, amali mavhum. Bu eldan Buxoriy chiqishi mumkin, lekin g'ariblikda yashashga mahkum. G'alati elat bu, g'alati el bu. Tushunib bo'lmaydi asrorlarini, mashrabni osadi va orqasidan yig'lab o'qib yurar ash'orlarini. G'alati elat bu, g'alati el bu. Botini chirkinlik, zohiri sodda. O'tgan kunlarni yozgan o'g'lini bilmay otib qo'yar Yunusobodda. G'alati elat bu, g'alati el bu. Timsoh ko'z yoshidan bitmish lug'ati. Ibn Sinoni yu Ulug'begini o'zi tug'adi va o'zi bo'g'adi. G'alati elat bu, g'alati el bu. Tushunib bo'lmaydi, sira ham aytsam, bir jarlik ko'raman yo'l oxirida, oldinga yur deydi, orqaga qaytsam. G'alati elat bu, g'alati el bu. Buyuklik sharafdir, biroq o'y surmang. Tag'in dardlarini eshitayin deb Boburni sira ham uyg'ota ko'rmang. Bu dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi lavhamiz edi. Kelgusi haftada sog' salomat ko'rishguncha omon bo'ling.